Bizga ko'p holatlarda o'g'illari uchun nomzod tanlash uchun otalari, onalari birga kelishadi. Bu albatta tabiiy hol. Lekin shu bilan birga oxirgi paytda juda ham ko'p kuzatyapman. Ota-onadan tashqari yana uyda birga turadigan akalarning ayollari, ya'ni kelinoyilari, turmushga chiqib ketgan opalari, yana qo'shimchasiga hali turmushga chiqmagan singillari ham birga kelib, akalari uchun, ukalari uchun nomzod tanlashyapti. To'g'ri, buni to'g'ri tushunaman. Bizni o'zbekchiligimizga xos jihat. Lekin yana shuni iltimos qilib aytmoqchi edimki, bir nomzod bilan birga 4 ta, 5 ta atrofidagi yaqinlar birga kelib, u yigitni ham biroz to'diratib qo'yishyapti. Yigitni o'zini so'zi bo'lmayapti. Yigit faqat bir onasiga, bir otasiga, bir uydagi kelinoyisiga, bir hali turmushga chiqmagan singlisiga qarab, o'zi kimni tanlashni ham bilmay qolyapti. Iltimos, yigitlarimizni o'zlariga bu mas'uliyatni yuklaylik va o'zlariga mos juftlikni tanlashda o'zlari ham biroz harakat qilib, o'z fikrlarini aytishlariga qo'yib beraylik. Zero turmush qurish niyatida bo'lgan bu yigit o'zlari uchun juftlikni o'zlari tanlash huquqiga egalar. O'zlari tanlasinlar, o'zlariga ma'qul kelgan nomzodni o'zlari olib ketsinlar, o'zlari uchrashuvga chiqsinlar va o'zlari ko'proq mas'uliyatni his qilishni boshlasinlar. Ular uchun har narsani atrofdagi insonlar qilib berishi kerak emas. Va yana shu borada qizlarimizni onajonlariga ham aytadigan bir qancha so'zlarim bor edi. Iltimos, bu narsani ham to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Qarang, siz kelib qizingizni nomzodini qoldirib ketyapsiz. Ba'zan onalari, xolalar, buvijonlar, opoqijonlar, kelinoylari nomzodlarni qoldirib ketishgandan so'ng bu degani ertasiga yoki 2 kundan keyin, 3 kundan keyin eshigingiz tagida 20 talab, 30 talab suvchilar poylab turishadi degani emas. Sizni aynan yozib ketgan talablaringizga javob beradigan, to'g'ri keladigan nomzodlargagina sizni qiz farzandingizni tavsiya qilamiz. Duch kelgan odamga tavsiya qila olmaymiz. Buni ham to'g'ri tushuninglar. Va bizda bu korxona nikoh vakilligi, zavod yoki sex emaski, ana shunday siz xohlagan kuyovni biz ishlab chiqarsak yoki bo'lmasam kulolchilik emaski, biz bu narsani o'zimiz yasasak. Iltimos, onajonlar, ozgina o'ylab gaplarimizni gapirsak. O'zi bu mavzuda umuman gapirishni istamas edim. Chunki mana bir marotaba kelib bizga murojaat qilib, farzandlari chiroyli juftligini topib, baxtli bo'lib ketib, 2-chi, 3-chi farzandlari uchun murojaat qilgan onajonlarimiz umuman bunday fikrga borishmaydi. To'g'ri, tushunaman, bu bizni sohamiz biroz yangi bo'lganligi uchun ham birinchi marotaba murojaat qilib bizga kelayotgan onajonlarimiz biroz yanglishib qolishyapti va qayta mana shu savolni bizga berishyapti. Shuning uchun ham bugun mana shu mavzuni ham ko'tarishga azm qildim. Bizning asosiy maqsadimiz chiroyli juftliklarni yaratib, ularni chiroyli to'ylari bo'lishiga, baxtli hayot kechirishlariga sababchi bo'lish.